Senga yoqdimi shu uzuk? Ha, oling shuni. Bu uzugingiz yoshi katta onalarga ham to'g'ri keladimi? Shu yerda ham onasini tiqishtiryapti. Yo'q, adajonisi, bu yoshi kattaligi to'g'ri kelmaydi. Bu yoshlarniki. Mana bunisi podbryant nechi pul ekan? Bunisi 1,5 million. Bu uzuk arzon emasmi? Gap narxda emas, e'tiborda adajonisi bo'ladi. Unda mashina o'rab bera qoling aka bizga. Menga qara, men buni onajonga berib qo'yasan, xo'pmi? Siz o'zingiz bering, siz onangizlar-yu xursand bo'lib qoladilar. Onamni o'ylaganingni qara onajonisi. Senga mana shunaqa aqlli, xushli qilib tarbiya bergan onajoningga men rahmat. Esingdan chiqib qopti-da, ertaga sani onangni tug'ilgan kunlari. O'shaning uchun oldi-ku shu uzukni. Voy, hazillashyapsizmi? Meni onam bunaqa arzon uzuk taqmaydi. Men sizni onangizga deb o'yladim. Olingman uzukni. Sani onangga to'g'ri kelmagan narsani meni onamga ravo ko'rdingmi? Aslida sani onang mashinga ham arzimas ekan. Mol bo'lib emas, inson bo'lib yashaylik, iltimos. Agar mana shu video yoqqan bo'lsa, tarqatib storyga qo'yib, poddesh qilishingizdan chiqmasin. Rahmat.